Kompüter hayatım. O'zi yaqin qilib Okay, so hozir birinchi tanishib olsak, kimning darajasi nechik, line graph yozish bo'yicha experience bormi yo'qmi, undan keyin darsda o'tishni boshlaymiz. So, Akbar o'zingni tanishtirib boshlaysanmi o'zing? Okay. Okay, no aytishim kerak. Birinchi isming, keyin IELTS qachondan beri o'qib o'rganing va line graph yozish bo'yicha tajribang bormi yo'qmi shu? Xo'sh, adım Ekber. IELTS 1 yildan beri o'qib kelyapman. Line graph writing yozish bo'yicha tajribam shu 1 yillik. Okay, Akbar, so daraja mock testlardan necha chiqibdi darajang? Aynan shu task yozganda va writingni Xo'sh, o'tgan safargi mock testda writingdan 7 chiqdi. Asosiy ballni task 2 ko'tarib bergan, lekin task 1 sal pastroq bo'lgan. Necha chiqqan task 1? Task 1 6 chiqqan. Okay, nice. Lekin hali writing yozib kelmadim. Okay. Nice. So, hemen darajasini bilib oldik. Bizlarda darajasi C1'lardan o'ylaymanki faqat Akbar ekan, qonlarda darajasi B1, B2 o'rtasi. Bugun dars nima haqida bo'ladi? Today's lesson plan. Birinchi dars boshida line graph yozib ko'rasiz va boshdagi darajangizni bilib olish uchun. Ya'ni boshida bir line graph beriladi va sizlarga 30 daqiqa vaqt beriladi. Va shu vaqt ichida yozib ko'rishlaringiz kerak. Agar bilmasangizlar, xato bo'ladi deb o'ylasangizlar, hech qanday uni qisinib o'tirish kerak emas, chunki boshida necha ham xato bo'lsa ham norm, keyin o'rganganimizdan keyin ham bir yozib ko'ramiz. Undan keyin o'zim line graph bo'yicha bilgan hamma bilimimni siz bilan ulashaman. Ya'ni 1 soatdan ko'p dars bo'ladi. Hozir o'zim uyda soat 5 da turib preparation etib boshladim. 2-3 dona writing kitob, YouTube videolar va o'zimni o'rgangan narsalarning hammasini shu faylga joyladim. Hozir shuni o'rganib chiqamiz keyin. Keyin oxirida yana bir yangi mavzuda line graph yozib ko'rasiz va oldingi darajangiz bilan solishtirasiz. Ya'ni bizlarda o'sish bo'ldimi, yo'qmi va line graph haqida bir tushunchaga ega bo'lib yozishni o'rgandingizmi, yo'qmi? Shuni bilib olamiz. Keyin oxirida esa sizni study planingiz haqida gaplashamiz. Ya'ni agar shunday gaplashishni xohlovchilar bo'lsa, masalan, chet o'qishni o'ylab o'rgan bo'lishi mumkin, SAT olishni yoki milliy sertifikat, shularda hammasini gaplashib, diskussiya chiqamiz xohlovchilar bilan. Okay, so let's move on to the first stage. Hozir shatamiz. You have to write a line graph essay. Line graph essay yozishingiz kerak bo'ladi. You will have 30 minutes. 30 daqiqa vaqt beriladi. You can use books, AI, kitob va AI internet ishlatish mumkin emas. Exam sharoitida o'zimizdan yozishimiz kerak bo'ladi. And here is our essay. Hozir qanaqa bo'ladi? Hozir timer qo'yaman. Keyin timer qo'ygandan keyin shu vaqt boshlanda yozishlaringiz kerak bo'ladi. Do you have a timer? Daftar ruchka chiqarib tayyorlatib tursangizlar bo'ladi. Chalo. 30 minutes. And so the test begins. So here's the question and here is the line graph. Hammaga ko'rinib turadi. Okay. Okay, hamma tayyor bo'lgan bo'lsa, vaqt ketdi. One eternity later. Siz bo'ldimi nechik? Bizda ham oddiy bo'ldi, chunki men bir ozonda o'zim praksiya qilganim uchun ko'proq bir yozganlarni ovoz chiqarib o'qiganim uchun ideyalar oqib keldi, shunday. Okay, nice. What about you, Akbar? How was it? Norm, просто men o'zim bir shart tayyorladim, maxsus aytish uchun, lekin bu sog'lom tushmas ekan. Okay. What was your name? I have a really bad memory. I'm sorry. Was it Zahra? Zuhra. Yeah. I didn't understand. Tushunmadim deb yozibsiz. O'zingiz aytdingiz, avval yozib ko'rmaganman deb. It's okay.
sifr o'qib o'rganib bo'lsangiz, tushunmagan bo'lsangiz, hozir o'rganib ko'ramiz. Shundan keyin demak sizni birinchi marta line graph yozishingiz bo'lar ekan. It's nice. So, what about you guys? How was the essay? Men hali shatib yasashni tushunmadim. Paraphrasing aytilarmi boshida. Shu sababli yozolmadim. Okay. Men avval bir marta yozib ko'rganman, o'zim bilganimcha yozdim. Unchalik qiyin bo'lmadi lekin. Okay, nice. So, let's start the lesson. Hozir birinchi nima bo'ladi? What is writing task 1? Hozir writing task 1 nima ekani bir umumiy aytib o'taman. Keyin line graph o'zidan specific tushamiz. So, what is writing task 1? Bizlarda writing task 1 nima? Describe and compare what you see. Ya'ni bizlarda writing task 1da ikki dona narsa aytishimiz kerak bo'lgan. Boshqa hech narsa kerakmaydi. Bu describe va compare. Ya'ni tasvirlash va taqqoslash bo'lgan. Faqat shu ikki dona ish. Keyin don't give opinions. Task 2da biz opinion beradik, ya'ni o'zimiz fikrimizni. Lekin task 1da opinion berib bilmaymiz. Masalan, shunday car sale, mashinalar savdosi tushib ketgan bo'lsa aytib bilamizki, shu kompaniya kam pul topdi, chunki sales tushib ketdi deb. Shuning uchun bu kompaniya bankrot bo'lmoqda. Opinion berib bilmaymiz. Prosta shunday chartdan noni ko'rsak, shuni tasvirlashimiz kerak bo'lgan. Keyin no conclusion. Bizlarda task 2dagi conclusion bo'lmaydi. Write at least 150 words. Aim for around 165 or more. Kamida 150 so'z yozish kerak. Bu bizlarda shu requirement bo'ladi. 150 dan kam yozsangizlar xato bo'ladi. Keyin qaysi sweet spot, ya'ni qaysinday so'z yozish kerak deb ko'pchilik so'raydi. Bu bizlarda 165-200 so'z o'rtasi. Shu bizlarda eng yaxshi spot bo'ladi va shundan ko'paytirsangizlar xato ko'p chiqib ketishi mumkin, kamaytirsangizlar xato bo'ladi. Shuning uchun shu o'rtasida yozishga harakat etish kerak. More words don't equal higher score. Ya'ni ko'proq so'z yozdim degan balandroq ball olaman deganini bildirmaydi. Shuning uchun esa examinerlar uchun farq ko'p. Masalan, o'zim testga kirganimda ham nechik bo'lgan, o'zim o'qigan do'stim bilan kirganman, ikkimiz yonma-yon o'tirganmiz. Keyin boshida shunday paper beradi. Paperda kirganimizda shunday bir bet qog'oz, shuni yozib berish kerak ekan. Keyin nechik bo'lgan, men shu bir bet qog'ozni prosta to'ldirib yozib chiqaman. Masalan, testda 275 so'z orasi yozganman adashmasam. U jo'ramshatgan va ham u qog'ozni to'ldirgan, ham yana bir qog'oz so'rab, uni ham to'ldirgan, ya'ni ikki qog'oz yozgan. Men 2 barobar ko'p yozgan. Lekin uni writing 6 chiqib qoldi, menki 7 chiqdi. Nima uchun? Ko'p yozgani uchun ko'p xato aytvergan. Shuning uchun ko'p yozsam baland chiqadi deb o'ylamanglar, prosta ko'p yozsangizlar ko'proq xato bo'lgan. Keyin spend 5 minutes analyzing and planning. Boshida 5 minutda analiz etish va planning etish uchun sarflash kerak. Kim shu ishda aytdi hozir esga yoztirganda 5 minutni to'g'ri yozib ketmay, birinchi o'tirib, qarab, o'rganib chiqdi 5 minut. Shunda aytganlar bormi? Okay. For how many minutes did you analyze? Necha vaqt analiz etding? Okay, nice. Analiz bizlarda kerak, shatib analiz etishdan hozir ko'rib chiqamiz. Keyin spend about 20 minutes oral. Task 1 uchun o'rtacha 20 minut sarflash kerak deb aytiladi. Lekin men maslahat bergan bo'ladim. Shunday hozir yaxshi o'rgan bo'lsangiz, 20 minut kerakmi sizlarga? 10-15 minut ichidan ham bemalol yaxshi aytib yozsa bo'ladi. Keyin 6 types. Bizlarda 6 xil nima bor? Task 1 bu bizlarda line graph, pie chart, bar chart, pie chart, table, diagram, map. Keyin bizlarda 1 2 3 4 bizlarda raqamlarni ko'rsatadi va bir xil language, ya'ni til ishlatadi. Va bu bizlarda shu 4 tasi 90% testda tushadi. Ya'ni masalan, shu real examga kirsangizlar 90% holatda sizlarga shu 4 sidan tushadi. Ya'ni table, pie chart, bar chart, line graph. 10% holatda diagram, map tushishi mumkin. Lekin u juda ham kam tushishi mumkin. Keyin bizlarda mixed ham bor, lekin bu yerda berilmagan. Mixed u o'rganish kerakmidi uni? Buni o'zini o'rgansak, u avtomatik yozib biladigan bo'lib qolamiz. So, let's go to line graphs. Task 1 ni nechik bo'lishini ko'rib chiqdik. Endi line graphda nechik bo'lishini ko'ramiz. So, what is a line graph? Line graph shatadi show numbers changing over a period of time. Ya'ni bir vaqtda o'zgarib turgan raqamlarni ko'rsatadi. Masalan, bizlarda line graph bo'lishi mumkin. Line graphda bizlarda 2 dona axis bo'ladi. Bu bizlarda y axis, bu bizlarda x axis. Va buni
nimadan ham ko'rgan bo'lishlaringiz kerak matematika darslarida. Exactly. Bizlarda keyin line graphdan ishq bo'ladi. Shunday y axis va x axis bo'ladi va bizlarda y da numbers bo'ladi. Numbers. I hope you guys understand my writing. It's really bad. So numbers or value. Demak, bizlarda numbers bo'ladi. Pastda nima bo'ladi? Pastda esa time bo'ladi bizlarda. Time, ya'ni vaqt. Masalan, bo'lishi mumkin, bizlarda UzAuto Motors'da savdosini ko'rsatib qo'ygan bo'lishi mumkin. Masalan, bunda trip keldidan tushib ketdi. Bu masalan mart, aprel, may, fevral xuddi shunday. Keyin bizlarda bu yoqda dollarda barq qo'yish mumkin. Ya'ni masalan mart oyida UzAuto Motors shunchalik savdo etdi. Keyin fevral oyida esa shunchalik savdo etdi. Xuddi shunday qilib ko'rsatib qo'yadi. Ya'ni bizlarda pastda time, ustida esa number value bo'ladi. Okay, and then write at least one thing about each line. Keyin bo'ldi shunda turarsin baqa o'tirib bir shart emas. Keyin sizlar hozir bunda ko'rganlaringizdek bir line yozib qo'yman, ya'ni bir chiziq. Lekin haqiqiy real examda sizlarda bir dona line bo'lmaydi. Sizlarda kamida 2 dona line bo'ladi. Ya'ni masalan, bunday bo'lishi mumkin, bunday. Lekin 90% holatda 3 dona line bo'ladi bizlarda. Masalan, uchinchisi bu yerdan kelishi mumkin, bunday qilib ketishi mumkin. Xuddi shunday 3 dona line bo'ladi, lekin birsini ko'rmaysizlar. Chunki birsi juda ham oddiy bo'lib qolar edi. Keyin write at least one thing about each line. Ya'ni har bir line haqida kamida bir narsa yozishlarimiz kerak. Masalan, bu haqida yozib, buni tashlab ketamiz. Xato bo'ladi bu. Hech bo'lmasa bir dona narsa yozish kerak. Har biri haqida. Okay, and then endi structure-ni ko'rib chiqadigan bo'lsak, let me clean this up. Line graph structure. Structure bu nima bizlarda? Bu bizlarda essayda skeleti. Ya'ni shu bizlarda bir xil structure bo'ladi va har doim shu structurelar follow etib, shundan yozishlaringiz kerak. Bu bizlarda qanaqa? Birinchi bizlarda intro bo'ladi. Ya'ni introduction. Keyin overview. And then we have detailed. Okay, bizlarda xuddi shu skeleton bo'ladi va har doim shuna follow etib yozish kerak. Ya'ni xuddi shuna amal qilish kerak. Bu bizlarda birinchi intro yoziladi, keyin overview, keyin detailed paragraph 1 va detailed paragraph 2. Hozir har birida no yozish kerak va qanaqa yozish kerak, shuni birma-bir ko'rib chiqamiz. So intro. 1, 2 sentence. Demak, bizlarda introda bir yoki ikki gap o'rtasida bo'lishi kerak. Undan ko'p yozish kerak emas, qisqa gapda o'zi yetadi. Va no haqida yozishimiz kerak, paraphrase, ya'ni savolda parafraza aytishimiz kerak. Masalan, bizlarda bu essayda savol no edi. Bizlarda savol xuddi shunday. The line graph below shows the number of complaints received by the complaints department of a single airline over a 6 months period in 2009. Xuddi shu savolni parafraza etib yozishimiz kerak edi. Ya'ni parafraza bizlarda qanaqa aytiladi? Bu yerga p deb qo'yaman. Change vocab, grammar. Change vocab and grammar. Ya'ni parafraza xuddi shunday bo'ladi bizlarda. Bir xil gapni faqat vocabulary'sini va grammarni o'zgartirgan holda yozishimiz kerak. Lekin ma'nosi bir xil bo'lishi kerak. Masalan, bunda the line graph below shows dedi. Men qanaqa qilib o'zgartirish mumkin? The line graph illustrates deb o'zgartirish mumkin. Bizlarda ikkisining ma'nosi bir xil, ya'ni line graph ko'rsatadi, lekin prosti vocab o'zgartirdi.
Keyin grammarni o'zgartirish mumkin. Masalan, active voice bo'lsa, passive voice o'tirish mumkin. Keyin shu bilan bizlarda intro tamom. Intro haqida ko'p o'ylash shart emas, chunki bizlarda ko'p ball bermaydi. Ko'p ballni bizlarda overview va detail paragraphs beradi. Shuning uchun bunda ko'p o'ylash shart emas, prosta parafrazatinglar bo'ldi. Keyin parafrazlatish bo'yicha vocab va grammarni darsda oxir-oxirida berib o'taman. O'zimiz yozishdan oldin. So, and then overview. 2-3 sentence. So it's going to be O'rida no haqida yozish kerak. Bizlarda o'rida 2-3 sentence bo'lishi kerak yoki 2 yoki 3 dona gap bo'lishi kerak. O'rida bir gap yozsak juda ham qisqa bo'lib qoladi, chunki o'riy bizlarda katta valni beradi va examinerlar o'riga juda ham ko'p e'tibor beradi. Shuning uchun o'riyni yaxshi yozishimiz kerak. Bizlarda 2-3 gap bo'lishi kerak va bu gaplar no haqida. Ya'ni nimani yozishimiz kerak? Biza biggest va smallest'ni yozishimiz kerak. Ya'ni line graphda eng katta line qaysi va eng kichkinasi qaysi? Shuni gaplab o'tish kerak. Masalan, bunda eng kattasi qaysini aytish mumkin? Bu yashilni aytish mumkin. In person degan bor ekan, bu bizlarda eng pastida boshlab, eng balandtinacha chiqib o'sib ketgan. Xuddi shu haqida aytsak bo'ladi. Ya'ni in person bizlarda eng kichikda boshlab o'sib ketdi-da. Bu bizlarda biggest bo'ladi. Keyin smallest by email degan qizil chiziqda aytishimiz mumkin. Nima uchun? Chunki bu ikkinchi boshlab pastga tushib oxiri o'tgan. Xuddi shuni yozish mumkin. Biggest versus smallest. Hammasini aytish mumkin. It's clear that the biggest line in the chart is in person, which started from the bottom and then become the most important line. Keyin esa qizildi. Keyin yana bir information qo'shish mumkin. Additional information. Information deb qo'yaman. Yeah. Ko'rinmas saylar yo'q. Additional information bu sarda qo'shimcha informatsiya bo'ladi. Bu qanaqa? Masalan, shunday qarorlaringizda bir ko'zga tashlanib turadigan narsa bo'lishi mumkin, xuddi shuni yozasizlar. Hozir bu yerda unday narsa yo'q, shuning uchun kerakmaydi. Bu additional information optional bizlarda. Ya'ni yozsa ham bo'ladi, yozmasa ham bo'ladi. Agar topib bilsak yozamiz. Keyin detailed paragraphs. Let me open this part. Okay, so details paragraphda do'stga o'zimda tushuntirib o'taraman. So details paragraphs 1. Describe and compare the chart in detail. Ya'ni let me write it here. Xuddi shunday chart bo'lsa biza in detailda tasvirlashimiz kerak. Ya'ni mayda tasvirlab chiqishimiz kerak. Chunki ketgan bo'lsa, bu mart oyindami deyadi, fevral oyindami deb bo'ldi, keyin bunday bo'ldi. Xuddi shunday turib maydalab aytib chiqish kerak. Write about the important part of the chart. Ya'ni muhim qismi haqida yozishimiz kerak chartda. Just describe them from the beginning of the time till the end. Ya'ni vaqtni boshidan oxirigacha tasvirlash kerak. Ya'ni vaqtni boshidan bunday deyadi, keyin bir oy o'tib bunday bo'ldi, keyin fevral oyida bunday bo'ldi. Xuddi shunday. Keyin detailed paragraph 2. Undan ham tasvirlash kerak. Describe the less important part of the chart. Ya'ni detailed paragraph 1da muhim qismini tasvirlagan bo'lsak, detailed paragraph 2da less important, ya'ni muhim bo'lmagan qismini tasvirlaymiz. Masalan, sizlarga savol. Bizlarda 3 dona line bo'lsa, qaysini muhim deb aytgan bo'ladi deysizlar va qaysini less important, ya'ni muhim emas deb aytgan bo'ladi deysizlar. What do you guys think? In person important, by mail is not. Yes, exactly. We can talk about it. Masalan, in person important desa bo'ladi, chunki eng balandti bizlarda. Va by emaildan less important desa bo'ladi. Bu by telefondan importantga qo'shib ketsak ham bo'ladi. Chunki bu ham yaxshi o'sish bo'lgan. Keyin demak, detailed paragraph 1da most important things, detailed paragraph 2da esa less important. Ikkisidan ham detailed tushuntirish kerak. Ya'ni maydama-mayda.
So now let's learn some vocab, shall we? Bizlarda writing line graphda oshirishni eng tez usuli bu vocabulary o'rganish. Ya'ni masalan, darajalaringiz 6 bo'lishi mumkin, lekin birgina vocabularyni o'zi bilan 7 gadan chiqib ketishi mumkin. Agar to'g'ri yodlab, to'g'ri ishlatishni bilsangizlar. Shuning uchun hozir shuni o'rganishga harakat etib ko'ramiz. Okay. Demak, bizlarda line berilgan va lineda o'sish bo'lgan, tushish bo'lgan, yana ham chiqish bo'lgan, fluctuation bo'lgan, har xil narsa bo'lgan. Shuni hozir tasvirlashni o'rganamiz. Ya'ni how can you describe it? Okay, birinchi question. Bizlarda demak 1 bilan 3. Shu demak bizlarda 20 dan 25 ga o'tgani почти 1 bilan 3 da berilgan. Shu no deb tasvirlasa bo'ladi. What do you guys think? Ingliz tilida no deb aytsa bo'ladi shu. Rise, okay. Do you have any other vocab? Increased, okay. Grew, yes, exactly. Hammasini ishlatsak bo'ladi. Masalan, 1 va 3 qanaqa qilib ishlatsa bo'ladi? Demak, bizlarda 3 dona verb bor. Increased, rose, grew. Xuddi shu uchisini ishlatsak bo'ladi va uchisini faqat ishlatib qo'ysak, bizlarda bal bermaydi bu bizlarda. Shuning uchun adjective ham qo'shish kerak. Adverb, I mean. Masalan, gradually, steadily, slightly. Masalan, qaragan bo'lsak, masalan, bundagi ikkidagidek tez o'sib ketmagan bu. Ozgina o'sish bo'lgan. Shuning uchun nima deb aytsa bo'ladimi? Gradually yoki steadily yoki slightly. Bu degani ostan degan. Masalan, aytsa bo'ladi increase gradually, sekin o'sdi. Rose steadily yoki grew slightly. Hammasi sekin o'sdi degan ma'noni beradi. Endi line graph yozganda shitasizlar, bizlarda sekin o'sgan qismlar ko'p bo'lishi mumkin. Shuning uchun faqatgina increase deb qayta yozavermaysizlardan shularni ishlatasizlar. Masalan, birisini increase gradually desangizlar, keyingisida increase steadily da ishlaringiz mumkin. Yoki rose slightly. Xuddi shunday shu uchisi bilan bu uchisini bemalol qo'yib ishlatsa bo'ladi. Birinchi verb, keyin adverb. Keyin ikkinchini qanaqa tasvirlasa bo'ladi? Bizlarda katta o'sish bo'ldi. Sharply, okay? What else? Dramatically, yes, exactly. So, we can bir xil verb bo'ladi bizlarda increase, rose, grew. Lekin adverb o'zgaradi, ya'ni dramatically yoki sharply. Ya'ni increase dramatically yoki increase sharply. Bu degan tez o'sish bo'ldi degan. Shunday o'zingiz yozganda e'tibor beringlar. Masalan, bu yerda sekin o'sish bo'lgan bo'lsa, increase gradually deb yozish kerak, lekin increase sharply deb qo'ymanglar. Bu bizlarda xato bo'ladi. Keyin 4 and 8. Buni qanaqa tasvirlasa bo'ladi? Bizlarda katta tushish bo'ldi. Drop, okay. Decreased and okay. So, biza aytsak bo'ladi, bizlarda fe'llar decreased, fell, dropped va dramatically yoki sharply. Bu ham increase bilan bir xil. Masalan, decreased dramatically yoki decreased sharply yoki dropped dramatically. Masalan, aytish mumkin. And then the line decreased sharply from 80 to about 50, I guess. Yeah, 50. Xuddi shunday tasvirlasa bo'ladi. Keyin 5 bizlardan bo'ladi. Demak, bizlarda eng katta yerdan chiqdi. Ya'ni shu line graphda cho'qqisidan chiqdi. Buni nima deb aytsa bo'ladi 5 da. Peaked, okay? Mobilograph no something. Okay, so 5 da nima deb tasvirlasak bo'ladi? 5 da reached its highest point. Reached its highest point degan o'zining eng katta cho'qqisidan chiqdi degan. Yoki peaked at, reach a high of. Masalan, aytish mumkin, the line reached its highest point in 1999 deb aytsa bo'ladi. Ya'ni 1999-yilda eng baland qismga erishdi. Okay, 6. 6 demak bizlarda boshlanishi ekan. Buni deb aytsa bo'ladi. Started with, began, yeah, exactly. 6. Started at, stood at yoki began at hammasini yozsa bo'ladi. Keyin 7. 7 uchun bizlarda bir so'z bor. What can we say that? So aytib bilamizmi? Increased, dropped, increased and then dropped again da. Teng da? No. Bizlarda teng desa bo'lmaydi, chunki
O'zi birgina line bor. Agar ikki line bo'lsa, consolidation. I don't even know what that means, to be honest. What can we say is fluctuated desa bo'ladi. Ya'ni shunday o'sish bo'lsa, tushish bo'lsa, shunday turayotgan bo'lsa, fluctuated deb yozsa bo'ladi. Ya'ni the line fluctuated from 1995 to 1998. Keyin bizlarda 8. 4 bilan 8. Buni aytdikmi? Aytmadikmi? Ha, aytdik. Keyin 9, 12. Buni nima deb aytsa bo'ladi? 9 bilan 12. In past joyi, okay. And in English, mana in past joyi to'g'ri, mana qanaqa qilib aytsa bo'ladi? Reaches through off deb aytsa bo'ladi yoki hit a low off yoki hit its lowest point. Masalan, the line hit its lowest point in 2001. Yeah, you can say the same. Keyin bizlarda 10 va 11. Savun. Sanadigan. Sen bo'lsang qaytib olaman. 10 va 11. Nima deb tasvirlasa bo'ladimi? Bizlarda nima tutdi bu o'zi birinchi o'zbek tilida. 10 va 11da nima tutdi? Vakansiya, yes. O'zbekchasi o'zgarish bo'lmagan. Ya'ni bizlarda hech qanday o'zgarish yo'q, prosta tekst tutdi. Xuddi ba'zi bir studentlarda ingliz til darajasini o'xshab. O'sish bo'lmaydi. So, remained constant, ya'ni bir xil qoldi yoki unchanged, ya'ni remained unchanged yoki stable or leveled off. Shuni hammasini yozsa bo'ladi, hammasi bir xil. Masalan, hozir nima uchun birgina increase o'zini yodlamayapmiz va ko'p so'zlar yodlayapmiz. Bizlarda lexical resource degan bo'ladi. Ya'ni line graphda faqat increase deyorsak, lexical resource 5 qo'yib beradi bizlara. Shuning uchun 7 pil solishundan shularni har xil vocab ishlatish kerak. Masalan, birisida increase gradually desak, keyingisida rose steadily. Buni yozish juda muhim. Okay, keyin here we have an essay. Hozir bizlarda xuddi shu vocab bilan yozilgan bir kichkina passage bor, xuddi shu line haqida yozilgan. Masalan, in 1991 yilda the number of arrests for illegal drug use stood at 55. 55 ta durdi illegal drug use. However, lekin over the following 2 years there was a sharp fall to 20 per year. U yerda sharp fall bo'ldi, ya'ni katta tushish bo'ldi. The number then rose significantly. Jalli o'sdi from 1995 to 1996 to 50 per year. Allodan o'sdi. 1996 to 1999 saw a fluctuation in the arrest rate. Saw a fluctuation, ya'ni fluctuate bo'ldi tutdi. Which was followed by a sudden increase. Keyin o'sish bo'ldi, sudden increase at the end of the period, with the rate reaching a peak of 80. Ya'ni peakini erishdi 80 da in 2000. Next, the number of arrests plunged to a low of, ya'ni tushib qoldi deydi, 15 in 2001. It remained stable, bir xil qoldi for the following year, but then increased gradually. Keyin sekin o'sib boshladi deydi, 220. Leveling off at this rate for the remainder of the period. Leveling off degan xuddi shu darajada qoldi keyin degan. Okay, o'zi examiner bizlardan nima xohlaydi? Shu birinchilardan so'ring. Nima xohlaydi bizlardan examiner? What do the examiners want from us? Ya'ni ochiq oydin clearly idea berib o'tib ketgan, keyin siz o'zingiz aytib o'tganingiz vocabulary grammarlar yaxshi bo'lsa, shunda bizlar normalniy bol berib biladi. Yes, exactly. Bizlardan xuddi shu narsalarni so'raydi. Ya'ni formal language aytadigan bo'lsak, bizlardan 4 ta narsa so'raydi. Bu bizlarda task achievement, coherence and cohesion, lexical resource, grammatical range and accuracy. Xuddi shu 4 ta narsani so'raydi. Task achievement bu bizlardan nima? Your ability to cover all the requirements of the task.
select and highlight the appropriate information and present an overview. Ya'ni task achievementda 9 olishni ishlatish kerak, hamma requirementni aytish kerak, ya'ni compare etish kerak, describe etish kerak va shu strukturaga follow etish kerak, ya'ni intro, overview and then paragraphs. Undan keyin bizlarda present and overview bo'lishi kerak. Select and highlight the appropriate information. Masalan, shunday bizlarda line bo'lsa va bu yerda katta o'sish bo'lib tushib ketgan bo'lsa va bizlar bu yerni aytib, bu muhim yerni aytmay ketsak, task achievementdan past ball beradi. Chunki bizlar muhim yerni aytib ketib turibmiz. Shuning uchun bu yerni aytib ketish kerak. Keyin coherence and cohesion. Your ability to logically organize and arrange your response and the information within the response. Ya'ni shunday logical usulda yozish. Masalan, bir studentlar nima bo'lishi mumkin? Shunday martdan yanvargacha bo'lgan bo'lsa, 1-yanvarda yozib, keyin oxirida martda yozib qo'yish mumkin. Bu bizlarda logical to'g'ri kelmaydi, chunki vaqtni boshidan boshlash kerak. Bu xato bo'ladi. Shuning uchun ham coherence cohesion past bo'ladi ular. Yana ham ishlatish mumkin. Birinchi o'rinni berib, keyin oxirida introni berib qo'yish mumkin. Bu ham bizlarda xato va bu ham coherence cohesion uchun past ball beradi. Keyin lexical resource, buni hozir ko'rib chiqdik. Your ability to use a range of vocabulary and your ability to use it accurately. Ya'ni range of vocabulary bu nima degan bizlarda? Har xil vocab ishlatish degan. Faqatgina increase deb turmay, har xil vocabulary ishlatish degan va uni to'g'ri ishlatish. Bu bizlarda lexical resource'da baland bar beradi. Keyin e'tibor beringlar, advanced vocabulary deb turgan yo'q, range of vocabulary deb turdi. Ya'ni bizlara advanced vocabulary kerak emas. Biz advanced vocabulary degan narsani o'zi ham yo'q ingliz tilida. Prosta biza oddiy so'zlarni har xilini ishlatib bilishimiz kerak. Keyin grammatical range and accuracy. Bu bizlarda grammatikani tekshiradi. Your ability to use a range of variety of sentence structures and the accuracy you have with your grammar. Ya'ni har xil grammatika ishlat dedi va shuni to'g'ri ishlat, xato aytma ko'p dedi. Ya'ni bundan ham e'tibor bersangizlar, advanced grammarda turib yo'q. Ya'ni andi qiyin, hech kim bilmaydigan grammatikalarni ishlatda turib yo'q. Prosta har xil bo'lsin deydi. Masalan, birsini active voice ishlatsang, keyin passive voice ishlat. Present simple ishlatgan bo'lsang, keyin present perfect ishlat. Xuddi shunday. Hozir 3 ta kriteriyani baland bo'lishini o'rgandik. Endi oxirgisiga ketdik. So good grammar. Hozir task achievement uchun ishlatish kerak ekan o'rgandik. Bu bizlarda shu structure follow etish va shu novi yozish kerak degan bo'lsa, shuni yozish. Keyin coherence and cohesion. Bunda logically berish. Keyin lexical resource. Bunda vocabni ko'rib chiqdik va qanaqa qilib yozishdi. Endi esa grammatical range and accuracy. Shunday, bularni o'stirish osonroq, lekin grammatical range and accuracy-ni o'stirish qiyinroq. Chunki buni o'rganib chiqish kerak. Lekin bir dars bo'lsa ham harakat etamiz, yaxshi o'rganishga. So, good grammar nima degan bizlarda? Good grammar equals to variety plus accuracy. Ya'ni bizlarda har xil narsa bo'lish kerak va shuni to'g'ri yozish kerak, xato yozmaslik kerak. Masalan, men o'zim ham shunday onlayn studentlarim bor, birlarini ichga soladi. Har xil grammatikani biladi, advanced grammar, birlar shunday grammatikani qo'yadi, o'zim ham tushunmayman nima ekan. Lekin shatadi accuracy bo'lmaydi, ya'ni xato yozadi. Necha grammar ishlatsa ham hammasi xato bo'ladi. Bu bizlarda yaxshi emas, ham to'g'ri bo'lish kerak, ham har xil bo'lish kerak. Variety, different sentence types, accuracy, few mistakes. Again, for example, let me clear this up. No, keyin savol bo'lsa, so'ramanglar. İçinizde olib o'tirmanglar. It's an open lesson. You can ask anything you want. So, nima haqida gaplashacağam? Masalan, imagine we have a line here. Bu bizlarda $100, bu 200, 300, 400 and 500. Ve bu bizlarda, for example, March and May. Men oylarda ketma-ketligini bilmayman, shuning uchun xato yozib bersam adashtirmaysizlar. December and January.
So, here we have it. 90% holatda xato yozdim, lekin zarari yo'q. Boshqa narsaga e'tibor berish kerak. So, qanday gapircha ekan? Oh no, we should. Yeah, we can. So, masalan bizlarda shunday line berilgan. Bizlarda bir narsani savdosi, ya'ni March oyida masalan $150 topgan bo'lishi mumkin. Xuddi shunday. Keyin may oyida $400 topish mumkin. Shu $400dan ozgina past. Keyin Januaryda esa about $450 topgan bo'lishi mumkin. Endi sizlarga savol. What tense do we use? Ya'ni qaysi zamonni ishlatamiz? Hozir essay yozganda qaysi zamon bilan yozish kerak essayni? Present, exactly. We use present here. Present simple. Endi yana bir savol. Masalan bizlarda berilgan bo'lsa, bu bizlarda 2011-yil bo'lganda va bu bizlarda 2015-yil bo'lganda. Endi qaysi language ishlatamiz? Tense. Past. Yes, exactly. Past. What about this one? Agar bizlarda 2027 va 2030 bo'lganda. Yeah, future. Future. Shuna e'tibor berishlaringiz kerak. Masalan, bir line graflar bo'ladi. 2011-yilda berilgan narsani ko'rsatib qo'yibdi deydi. Keyin o'quvchilar ishlatadi, present simple da yozib qo'yadi, shu past simple da bo'lgan narsani. Shuning uchun birinchi zamondan qarash kerak. Bu bizlarda qanday gapirmoqmi, hozir haqidami yoki past haqidami? Shuna e'tibor berish kerak. Agar masalan present haqida bergan bo'lsa, it shows, it represents the terms. Future haqida bergan bo'lsa, it is predicted that yoki xuddi shunga o'xshash narsa. Keyin so birinchi find what tense to use. Ya'ni qaysi zamonni ishlatish topib olish kerak. Keyin pattern. Bizlardan ichik hamma bir xil vocabularyni ishlatadi. Let me clear this up again. Faqat IELTS emas, seferdan ham xuddi shunday bo'ladi. Ya'ni xuddi shu grammarda ishlatsangizlar, bemalol 7 pills C1 olib chiqish mumkin. So, bizlarda ko'pchilik o'quvchilar ishlatadi. Masalan, line'da o'sish bo'lgan bo'lsa aytadi. It increased to 50 deydi masalan. Agar 50 ga ko'tarilgan bo'lsa, it increased to 50 deydi. Shu bilan to'xtaydi. Keyin tushish bo'lgan bo'lsa, it decreased to 30 deydi. Keyin ham o'sish bo'lgan bo'lsa, it again increased to 25 deydi. Va bu bizlarda xato emasdan simple language bo'lib qoladi va past ball beradi. Xato bo'lmasadan. Bunday vaqtda o'zi xato emas, bemalol yozsa bo'ladi, lekin faqat shuni ishlatmaslik kerak. Boshqacha grammar ham ishlatishni bilish kerak. Masalan, shuni boshqacha grammar bilan kim yozib biladi? It increased to 50 degan. Yana ham qanaqa qilib yozsa bo'ladi shuni? Do you guys have any idea? So, how we can write it? Birinchi adverb qo'shsa bo'ladi. Ya'ni bizlarda bu yerda faqatgina verb bor. Adverb qo'shsa bo'ladi. Add-da qo'ying. Masalan, aytsa bo'ladi. It increased sharply to 50 desa bo'ladi. Endi bu bizlardan bundan yaxshiroq, chunki bizlarda adverb ham bor. Keyin mana next step o'tkazsa ham bo'ladi. Masalan, with time, ya'ni vaqtini ham qo'shsa bo'ladi bizlarda. Masalan, bu martda bo'lgan narsa deylik. In March, it increased sharply to 50. Endi birinchi faqat word o'zadi, keyin adverb qo'shdik, keyin time dan qo'shdik.
Yani in March. Keyin peak, lowest point, manamat ikisi bo'ladi. Masalan, let's say 50 is the highest. Agar shu 50 eng baland bo'lganda bizlarda aytadilik in March. In March, it reached its highest point, 250. Yani Mart'ta eng baland cho'qqisine chiqdi va bu 50 edi. Yoki yozsa bo'ladi. Complex sentence 7 pils ajaq bo'lsangizlar, xuddi shunday tirib yozsa bo'ladi. Masalan, birinchi no bo'lganini aytasizlar, keyin nechalim bo'lgani va vaqtini aytasizlar. Masalan, the figure rose steadily, reaching 80 in 2000. Ya'ni aytib turib, the figure rose to 2000 da turib. Birinchi rose steadily da tutdi, vergul qo'yib, word va ing bar tutdi, reaching 80 in 2000. Masalan, mana xuddi shunday tirib yozsa bo'ladi. It increased to 50 degani kim shuni shunday tirib o'zgartirib biladi, 7 pils qiladi. It increased to 50, xuddi shu birinchi gapdagidek. Who can do it? Can you do it? Why not? Bizlarda hozir simple, past simple da bo'lgan gap bor, ya'ni it increased to 50. Ya'ni u 50 ga chiqdi. Lekin bizlarda 7 pluslik yozish usuli ham bor. Ya'ni the figure rose steadily, reaching 80 in 2000. Ya'ni birinchi no bo'lganini aytib tutdi, rose steadily. Ki vergul qo'yib, nechaga o'sganini va vaqtini bar qo'yibdi. Reaching 80 in 2000. Xuddi shunday tirib yozib bilasizmi shuni? Yeah, go ahead. It's really small. I think you can use it though. Yeah, you can take a look. Yeah. Xafa bo'laman, to'g'ri bo'laman. Okay, nice. So the increasement. What is this word? I didn't understand it. Increasement. What word is this? Ha. Increasement. O'zbekchasi nima bu so'zi? O'sish. Okay. The increasement was reached their high point from 10 to 50. Okay. So, bu yerda bir ikki xatolar bor. From 10 to 50 degan to'g'ri. Bemalol bunday tirib yozsa bo'ladi. Keyin reached their point emas, bizlarda reached their highest point edi. Ya'ni eng baland edi. Yoki lowest anything. Keyin the increasement was emas, bu yerni shits yozsa bo'ladi. The line increased desa bo'ladi. The line reached their highest point from 10 to 50. Keyin bu yerda vaqtni bersa bo'ladi. In 2009. Yani the line reached their highest point from 10 to 50 in 2009. Bu bizlarda qaysiga to'g'ri keladi? Bunga to'g'ri keladi. Ya'ni peak boshqasini gaplash haqida. Buni yozish bo'yicha shat yozsa bo'ladimi? Let me clear it up again. No, men boshda yozganda uncha o'qimadim-da. Shuna tushunmayman. Eski so'z. What does that mean? Every vocab is old. Like these words were
found about. It's not common in English. We don't need something that is common in English. We need something that is common in IELTS. Chunki ingliz tilini o'zini gaplash boshqa uchun ham o'rganishimizdan asosiy maqsad IELTS olish va IELTS olishda boshqacharoq language ishlatishimiz kerak. Masalan, bizlarda it increased to 50 degan gap bor edi. To 50. Okay. The figure rose steadily. Xuni insho azı gapni xuddi shunday yozish mumkin. Masalan, it increased to 50 deganni the line saw a gradual rise. The line saw a gradual rise, increasing to 50 in March, for example. Birinchi nima bo'lganini aytibmiz, ya'ni the line saw a gradual rise, ya'ni o'sish ko'rdi aytibmiz. Va bu saw degan bu bizlarda see va past simple aytibmiz. Ya'ni line gradual rise bo'ldi, ya'ni asta o'sish bo'ldi. The line saw a gradual rise. Keyin virgul qo'yib increasing to 50 in March. Haliga o'sish bo'ldi mart oyida. Xuddi shunday. So next one. The keyin comparison asli bo'ladi. Ya'ni aytgandek, ikki dona ishlatishimiz kerak edi va bu ikkisi describe and compare edi. Va bu bizlarda xuddi shu compare bu yerda bor tutdi, ya'ni comparison. The figure was higher than France's. Fransiyadan balandroq edi UK'da da tutdi. Va bu bizlarda compare. Masalan, this was significantly lower than the previous year. O'tgan yilga qaraganda ancha pastroq edi. Bu ham nima tutdi? Comparison. Yeah. Rather than and than, yeah. Rather than degan masalan gap tuz ko'rish mumkin. It was higher than last year. Yes, exactly. O'tgan yilga qaraganda balandroq edi. Bu zan degan yumshoqqa qaraganda, ya'ni yumshoqqa taqqoslaganda. Masalan, he was taller than Akbar. Masalan, Suraj was taller than this xuddi shunday. Keyin rather than nechik bo'ladi? I was okay. Undan o'tdi. I preferred playing basketball rather than football. Men basketbol o'ynashni qaror etdim, futbolga qaraganda. Okay. Endi nima o'tdi shu yerda difference o'tdi. Kim aytib biladi? Bunda bu balandroq edi o'tgan yilga qaraganda. Bunda esa basketbol o'ynashni qaror etdim, futbolga qaraganda. Is there any difference? Farq bormi bu yerda? Yeah. Rather than desa ayni bir narsaga va no'ga verb qaratiladi, ya'ni bir rather than deganda action bo'lishi kerak. Masalan, it was higher rather than last year deb bo'lmaydi. Bizlarda shunday bir verb bo'lishi kerak. Ya'ni I preferred playing football rather than basketball rather than football. Ya'ni verb bo'lishi kerak bizlarda. Lekin line graph yozganda rather than umuman ishlatamiz. Hech qachon ishlatamiz, faqat than bo'lgan. Keyin masalan,
The number increased rapidly. Shunchaki increase emasdan increased rapidly. Yoki the number increased rapidly in 2005. Bizlarda rapidly bor, keyin time amber tutdi. Keyin yoki the number increased rapidly birinchi o'sganini aytib qo'ydi, keyin virgul qo'yib reaching 80 deb qo'ydi. Bu yana shunday emasni ishlatish kerakda. Masalan, shunday bizlarda line bo'lsa, birinchi aytasizlar. The number increased rapidly deysizlar. Keyin tushib bo'lgan bo'lsa, the number decreased rapidly in the next year. Keyin masalan, yana tushib bo'lgan bo'lsa, the number reached its highest point, reaching to this. Ya'ni birsini ishlatish xato emas, faqatgina shuni takrorlamay ishlatarish xato. Hammasini ishlatib chiqish kerak. Yana masalan, bizlarda har xil so'zlar bor qo'ydi, gaplar, shuni hammasini ishlatishlaringiz kerak. Birinchi simple, oddiy, the number rose, raqam o'sdi bo'lgan. Compound, the number rose and it peaked in 2001. Bizlarda ikki gapni bor qo'ydi, ya'ni birinchi the number rose, keyin virgul and it peaked in 2005. Ya'ni birinchi o'sdi, keyin peaked bo'ldi. Ikkisini bir gapda bor qo'ydi. Keyin complex, the number rose before peaking in 2000. Bizlarda raqam o'sdi, 2000-yilda peak bo'lishidan elde. Shu before ham yaxshi gap, yaxshi bilib qo'yishlarimiz kerak. Masalan, let's have a line here. Masalan, bunda atributsiya keldi, keyin tushib ketdi. Bu bizlarda 2000-yil deylik. Bu esa 2001. No, it should be Okay. Xuddi shuni, masalan, bizlarda birinchi nima bo'lgan? 2000-yilda o'sish bo'lgan, keyin 2001-yilda tushish bo'lgan. Shuni before bilan bersa bo'ladi. Ya'ni the number rose before peaking in 2000. Ya'ni the number rose before peaking in 2001 desa bo'ladi. Ya'ni 2001da eng baland qismi bo'lgan. Yoki aytsa bo'ladi, nima deb aytsa bo'ladi. The number. I hope you understand my handwriting. The number increased. Qaysi word qo'ysa bo'ladi shu. Number increased gradually or dramatically. Which one? Yes, increased dramatically. Dramatically. Endi shurda before degan so'z aytsa bo'ladi, ya'ni the number increased dramatically. Shurda odamlar nuqta qo'yib qo'yadi, lekin bizlar nuqta qo'ymaymiz, chunki biz 7 pilslopmiz. Virgul qo'yib yana birga bossak bo'ladi. Before peaking in 2001 at 500 مثلا. The number increased dramatically, yani birinchi dramatically o'sish bo'ldi. Before peaking in 2001, 2001-yilda peakina chiqishidan elde at 500. Xuddi shunday aytib bersanizlar, tushunarli bo'ladi. Keyin the number rose reaching a peak in 2000. Bu so'zlar hammasini ishlatsangizlar bu shatadi. This shows range. Ya'ni har xil grammatical mavzularni bilishingizni ko'rsatib beradi. Va bu nima bo'ladi? Grammatical range and accuracy da bizlarga higher band beradi. Use this to boost grammar score. Reaching followed by before, xuddi hozir ko'rgandek, before keyin virgul or punch yoki after or punch yoki while. Examples. Sales rose. Birinchi sales o'sdi qo'ydi. Reaching a peak in 2001. Keyin virgul qo'yib verb va ing. Reaching a peak in 2001.
yoki the figure dropped before stabilizing. Before keyin verb ing. Ya'ni birinchi tushdi, keyin text bu qarshılanadi. Arrest fell followed by a sharp increase. Okay. Shu 3 dona so'zni kim line etib chizib berib biladi. Ya'ni hozir so'zlar bor, shuni kim chizib biladi shu yerda doskalar. Chizib bilishingizni uchun ko'rish kerak. Tushundingizmi yoki yo'qmi? Shuni aniqlash uchun. Masalan, xato chizsangiz, demak tushunmagan bo'lasiz. Ozgina ish kerak bo'ladi. Can you do it? You can speak louder. I'm just asking. I'm just choosing from the crowd. I think you can do it. Yeah. Go ahead. You wanna try it? Okay. Просто unda tarjimasini aytib ko'r. Qanaqa bo'ladi? Birinchisi. Nima tut? Shu yozilmagan describe. Yeah, exactly. Xuddi shunday. Can you do it? I think you can. Yeah, go ahead. Bor kichikina bo'lib qoldi. So birinchisi, sales rose, reaching a peak in 2010. Birinchi o'sdi, keyin nima bo'ldi tutdi. Çok kısa çıkınca düşük gitti. Bizlarda tushish yo'q, decrease turib, faqatgina pikina chiqdi bo'ldi. Qani narsa kerakmaydi. No need for that. Okay, yeah, correct. Sales rose before reaching a peak in 2002. Yani birinchi o'sdi, keyin 2010-yilda pikini erishdi. What about the next one? The figure dropped before stabilizing. Bir maramda bo'lmasdan düşük gitti. Yeah, the figure dropped. Birinchi tushgan tasvirlash kerak demak. Before stabilizing. Stabilizing degan nima? Text box qilish degan. Yeah, shunda text box qilishni chiqib oladi line. Exactly like this. So birinchi the figure dropped. Yeah. No, birinchi drop bo'lishi kerak. Ya'ni birinchi dropped, keyin stabilizing. Sorry, not bad. It's okay. The most important thing is to have the courage to go up and do the thing. Okay, nice. Birinchi dropped, keyin stabilize. Keyingisini arrest fell, followed by a sharp increase. Birinchi fell bo'lgan, keyin sharp increase. Yes, exactly. Birinchi fell bo'ldi, keyin sharp increase bo'ldi. Good job. Keyingisi yana xuddi shu so'zlar bilan ham yozsa bo'ladi. Masalan, there to be adjective noun in noun. Masalan, there keyin to be was a gradual increase. Ya'ni birinchi adjective keyin noun. Gradual rise in the number of errors. Yoki noun verb adverb desa bo'ladi. The number of errors rose gradually. Ya'ni bizlarda shu ikkinchi gapda qaysi biri noun bo'lib turibdi? Number? Yeah, the number of errors. Bu bizlarda noun, keyin verb nima bo'lib turibdi? Rose, adverb, gradually. Keyingisi birinchi time, 1952, saw a gradual rise in the number of errors. Saw rise in the number of errors. What's the letter? Shu bo'lmaymi? No, it's not. Getting big, bro. No, we don't need to do that. So, let's play a game. Hozir bir o'yin o'ynaymiz. I will tell a sentence and then you have to upgrade it. Ya'ni hozir bir gap aytaman va shuni upgrade etib berishlaringiz kerak. Xuddi mashina yandi
gentrani upgrade etaveradilar-ku, xuddi shunday. Hozir nechik bo'ladi? Bir gap yozaman, shuni o'zingiz daftar yozib, o'tirgan joydan ham bemalol netib bersangizlar bo'ladi. Upgrade etib o'qib bersangizlar. It rose to 50. Masalan, it rose to 50. Shuni upgrade etib ko'ringlar kan. Keyin grammar kerak bo'lsa, bu yerda ochib qo'yaman. Here it is. Yozib beraman, gapirib. Yozib aytadilar o'tiring endi. Grew and it reached $250. Ya'ni raqam o'sdi va 50 ga chiqdi. Okay, yana ham qanaqa qilib yozsa bo'ladi? Xuddi shu bir xil gapdi. Yeah, you can read it out loud. The number can... The number increased before reaching to 50. Okay, nice. The number increased. The number increased before reaching to 50. Ya'ni raqam o'sdi, 50 ga chiqishidan elde. Yana ham boshqacha aytib gaplashsa bo'ladimi yoki bo'ldimi shu bilan? Tamommi? Ideas. You have anything? The number Okay. increased and it reached to 50. Okay, nice. The number increased and it reached to 50. Bizlarda bu bilan почти bir xil, просто grew o'rnina increase. Yana noda savoladi. Bu yerda nima ko'rdik? Ya'ni there bilan boshlasa bo'ladi. Ya'ni there was a masalan there was a gradual increase. There was a gradual increase. Before reaching $250. Bu yerda o'sish bo'ldi, 50 ga yetishidan elde. Yani bizlarda bu yerda increase da turibmiz, increase da turibmiz. Chunki there was bo'lib turibdi. Shuning uchun bu bizlarda hozir verb emas, noun bo'lib turibdi. Ya'ni gradual increase. Okay, nice. Yana bir nima beraman? So I'm running out of meals, so it to 10 in March. It dropped to 10 in March. Mart ayında 10 tushib qoldi.
How can we write it? It was dropped to what? It were what? It was dropped sharply to 10 in March. Okay, it was dropped sharply to 10 in March. Hozir yozib o'tirman chunki shu g'ana bor qoldi. Alashtirmisizlar. It was dropped bo'lmaydi. Past simple'larni ichki bo'lish kerak. It keyin esa verb tugashi kerak. Lekin shuning uchun it was dropped bo'lmaydi, it dropped bo'ladi. It dropped sharply to 10 in March. Okay? Yana ham qanaqa qilib yozsa bo'ladi? There was bilan kim aytib biladi shuni? There was a that. There was a gradual drop into March. Okay, there was a gradual drop bo'lmaydi. Endi bizlarda nima uchun? Bu past simple'da id qo'shilib turadi. Endi bizlarda id kerakmidi? Bizlarda there was a gradual drop to 50 in March. Yoki there was a gradual fall. Liboy bilan ishlasa bo'ladi. Endi kim shuni different vocab bilan aytib biladi? Ya'ni ko'pchilik az dropped da tutdi. Boshqa so'zlar ham bor-ku bizlarda. Different vocab and adverbs. Raise your hands. Should. Mobilograf aytvaram ya birsini. Example at. O'zi kim remember atadi? Yana ham qanaqa so'zlar bor droppdan boshqa? Decline. Yes, xuddi shu so'zlar bilan aytib bilasizlarmi shu? Birinchi shu decline yoki decrease keyin adverb izindan. Masalan, it declined dramatically to 10 in March. Yani it fell yoki decreased dramatically. U unchalik qiyin emas, o'ylab o'tiradigan narsaga emas. Masalan, bu bizlarda drop'da sinonim no. Masalan, decrease yoki fall. Shuni yozasiz o'rnina, izindan adverb. Bo'lgani boshqa hech qanday o'ylab o'tiradigan narsa kerakmidi? It decreased dramatically to 10 in March. Masalan, birisida 2 marta tushib bo'lgan bo'lsa, birisida drop deysizlar, birisida decrease. That's it. It doesn't have to be complicated. Okay, let's write a line graph. Yeah, let's write one by ourselves. Birinchi savol bizlarda. Tasavvur etinglar, hozir real examda o'tirsizlar va sizlarga xuddi shunday line graph keldi. Kompyuterda ochdingizlar, CD exam va shunday görnit tutsizlarda. Ishlatasizlar, birinchi aytadigan ishingiz nima bo'ladi sizlarda? Analiz etamiz. Yeah, birinchi analiz, undan keyin paraphrase aytamiz. Let me clean my hand before that. Dokuzlu qatı yazanız bilan 1 teng. 0 ball qo'yib beradi. Agar boshqa narsa haqida yazadigan bo'lsa. Shuning uchun savolni yaxshi tushunish kerak. The line graph shows the percentage of travels by 4 different transports in one country between 1985 and 2015. Demak, the line graph shows, line graph ko'rsatadi the percentage of travels. Ya'ni sayohat etganlarda foizini. Demak, bu bizlarda foiz ekan. Dollar, yevro hech qanday narsa emas, foiz bu bizlarda. By 4 different transports. 4 tane har xil transport bor ekan. Bu bizlarda yana 4 tane line bor. In one country between 1985 and 2015. Demak, bizlarda foizi bor. Bizlarda 4 tane transport bor: car, bus, rail, others. Keyin yillar 1985 dan 2015-yilgacha ekan. Okay, qaysi zamonni ishlatamiz? Past, yes, exactly. Past simple ishlatamiz. Keyin qaraydigan bo'lsak, analyze et. Shu analiz etganda no'ga qaraydilar. No bizlarda muhim. No'da katta o'zgarish bo'lgan, no'da kichik o'zgarish bo'lgan, o'zgarish bo'lmagan, xuddi shunday mayda-kichik narsalar haqida. Olamizmi
Yeah, o'ruyda yozamiz. Detaillarga bo'ladigan bo'lsak, qor bilan ostini bo'lib olsangiz bo'ladi. Sabab birisi keskin o'tgan, birisi keskin tushgan. Yeah, exactly. Rails bilan ozimiz esa bir xil tempda boshlaydi. Yeah, detail paragrafda yani o dedim. Birincisinde most importantlardı, ikide ise less important dedik. Bunda qardan bo'lsak, bu ikisi most important. Nima uchun? Birisi jolly tushib ketgan, birisi jolly o'sib ketgan. Shuning uchun bu ikisini detail paragraph 1da yozsa bo'ladi. Ya'ni bu bizlarda bus va car. Bu ikisini esa to'da yozsa bo'ladi. Ya'ni uncha o'zgarish bo'lmagan, shu bir xil darajada yurgan, tushib, chiqib, xuddi shundadir. Keyin o'ruydan o'da yozsak bo'ladi. O'ruydan o'ni yozish kerak edi. Eng katta o'sish bo'lgan, eng katta tushish bo'lgan va yana bir shunday qo'shimcha informatsiya ajralib turadi ichida. Bizlarda eng katta o'sish qaysida bo'lgan? Car, okay. Eng katta tushishchi? Bus, okay. Keyin bizlarda shunday ko'zga yana bir tashlanadigan narsa bormi shu ikkisidan boshqa? Others. Yeah, others ham aytsa bo'ladi. Men ko'zimga not tashlandi. Others va rail uncha o'zgarish bo'lmagan. Boshidan ichki boshlangan bo'lsa, yana boshidan ham 20 da boshlangan, oxiridan ham 20 da tutdi. Bu ham pochta shunday 15 da boshlangan, 15 da tutdi oxiridan ham. Xuddi shuni aytsa bo'ladi. Ya'ni boshidan ham bir xil foizda boshladilar va oxiridan ham shu foizda tugatdilar deb aytsa bo'ladi. Yeah, demak, bir aytib o'tgan bo'lsam, introda biz savolda parafraz aytamiz. Keyin o'ruyda 3 narsa yozamiz. Birinchi bu o'sib kettiramiz va bu tushib kettiramiz. Bu eng katta o'sish bo'lgan va eng kichik tushish bo'lgan. Keyin aytamiz, bu rail va others bir xil boshladi va bir xil tugattiramiz. Keyin bo'ldi. Keyin detail paragrafda bu ikisini birinchi yozamiz. Bunda o'zi masalan detail paragrafda shunchaki nima yozish kerak bo'lsa, yarmini car haqida, keyin keyingi yarmini bus haqida yozamiz. Masalan, so the car stood at 60 and then it started what am I saying? It started at more than 20 and then increased dramatically and then reached its peak in 80 and then it started declining gradually. On the other hand, that turib busni beramiz. Ya'ni bus it started at 60 and declined dramatically. Yeah. Keyin bergi ikisini bergi paragrafda. So, shall we write it? Hozir doskaga yozib ko'rsatganim, lekin afsuski nima qilmadi bizlarda, bor qilmadi. What should we do? Tezor doskasida yozsa bo'ladi. So, qanaqa so'z ishlatish mumkin? Hammasini keyin yozib ko'ramiz. So, birinchi Introni qanaqa qilib boshlasa bo'ladi? Bizlarda aytsa bo'ladi, the line graph illustrates deb boshlasa bo'ladi. The line graph shows, the line graph presents information. Xuddi shular deb birini bersa bo'ladi. Masalan, bizlarda savolda aytib qo'ygan bo'lsa, the line graph shows deb qo'ygan bo'lsa, sinonim yozamiz. Masalan, the line graph presents information about yoki the line graph illustrates yoki the line graph compares. Liboy biri hammasi mumkin. About deb nima haqida yozamiz. Keyin time between deb year va year beramiz. Agar between deb savolda berib qo'ygan bo'lsa, biza from to deb yozamiz. Agar from to deb qo'ygan bo'lsa, between deb. Example, the line graph illustrates the number of arrests for illegal drug use between 1999 and 2001. The graph shows changes in population growth from 2000 to 2020. Overview, most important part. So no added, the paragraph gives the main trends, no numbers. Bizlarda raqam yozmaslik kerak. Paragrafda masalan yillar yoki necha foizda turgan ularni yozamiz. Prosto baland yoki katta deb ketadi. Template. Oral is clear that. Xuddi shunday turib boshlash kerak. Oral deymiz birinchi is clear that da turib eng katta o'sish bo'lganini beramiz. Masalan, oral is clear that cars had the most percentage of travels da. Keyin while that turib, while bus had the least. Keyin additionally that turib shu ko'zda tashlanadigan informatsiya. Masalan, additionally others and rail stood at the same level from the beginning of the time till the end. Example, overall it's clear that the number of arrests fluctuated significantly over the period. Additionally, it reached a peak in 2000 before declining sharply. Amanda yil bar qo'ydi, lekin bermaslik kerak yil. It becomes too complex.
Keyin template. At the beginning of the period. Bu bizlarda nima uchun? Bu body paragraphlar uchun. Lekin bu uncha muhim emas. Prosta hozir template'ni qo'yib qo'ying. Nima uchun muhim emas? Chunki hammasini qo'yib qo'ying bunda. Shuning uchun ishlatish kerak. Prosta norasim ekan. Hozir o'zimiz o'rgangan vocabulary bilan boshlab ketaverish kerak. Shuni hozir bu yerda bir yozib beradigan bo'lsam, xo'p. Ha, doska desa bo'ladi. So okay, so birinchi so'zlarda intro. Nima deb boshlasa bo'ladi? The line graph. Graph illustrates yoki shows. Illustrates. Hozir o'chirib tashlaman, shuning uchun daftarga yozib olib qo'yinglar. Yoki compares. Liboy bir line graphda introsini yozib boshlaganda shunday yozasizlar. The line graph illustrates deysizlar yoki the line graph compares deysizlar. Masalan, bularni solda o'zida illustrates deb qo'yish mumkin. Shuning uchun qaytadan yozmaysizlar, undan compares deysizlar. The line graph compares, keyin non compare etishni yozasizlar. Keyin time. Oxirida time ni yozish kerak introda. Uni qanday qilib yozsa bo'ladi? Bu bizlarda between and yoki time için şu ikisini verse olur. Mesela solda özünde it shows between 2002, mesela between 2010 and 2011'de koyan olsa sizler parafraz etseniz oladı. From the period 2010 to 2011. Eğer from that bergen olsa between de yazarsınız. Yani ikisinin ortasını almıştırasla da solda between dese sizler from da yazarsınız, solda from dese sizler between de. Bundan hem xuddi shunday. Eğer solda shows dese illustrates de yazarsınız, illustrates dese compares. Yeah, xuddi shunday. Ko'p so'z bilish kerakmaydi. Prosta 2-3 asosiyasini bilib qo'yish yetarli. Keyin shu bilan bizlarda intro tamam. Endi overview. No? No need for that. Did you ask any question? Hozir yozib ko'ramiz. Prosta overviewni ham bir ko'raylik, keyin intro va overview yozib ko'ramiz. So overview. Overviewni qanaqa qilib boshlash kerak? Overviewni har doim overview deb boshlash kerak. Overview. Oral debman. Oh my god, bro. Okay, xatoni kim biladi shu yerda? Yeah, oral, exactly. Overview bo'lmaydi, oral bo'ladi. Overall, it is clear that oral is clear that deb shuni yozasizlar. Oral is clear that this while this xuddi shunday bo'lishi kerak. Oral is clear that while bir gap that keyin while yana bir gap. Keyin nuqtadan keyin ikkinchi gap bizlarda additionally.
Additionally degan qo'shimchasiga tegib. Additionally da yana bir informatsiyani barq qo'yamiz. Overall it's clear that while additionally this. Hozir in the intro va overall yozib ko'ramiz. Hozir tashlagan savollar. So, menimcha hamma ochib oldi. Agar ochib olmagan bo'lsanizlar, here is my boardni yana qo'ydim. Kiming bir serverlar chiqadi. So, let's look at the question. So the question, the line graph shows the percentage of travels by 4 different transfers in one country between this and this. Okay? Demek, the line graph shows degani chetyapsiz bo'la. Yeah, compares, illustrates, you can write any of them. The line graph compares. Keyin qachon shunday percent kelsa, ya'ni foiz kelsa, the percentage of degani the proportion of devasiga hisoblanadi. Ya'ni the line graph compares the proportion of travels by 4 different transfers. By degani in terms of devasiga hisoblanadi. In terms of 4 transfers between degani nima deb hisoblanadi? Yeah, from the period this and this. So transfers qaysi yilga boradi? 1985 va 2015. Okay, shu bilan line graph bizlarda introduction tamam. The line graph shows degani shartdik. The line graph compares dedik. Keyin the percentage of degani the proportion of dedik. Keyin by degani in terms of, keyin between degani from the period dedik. Yeah, xuddi shu hammasini o'zgartirmadik va hammasini o'zgartirish shart ham emas. Shu bilan intro tayyor bizlarda. So, yeah. Shu bilan intro tamam, keyin overview. Let's delete this. I hope you guys write it already. Keyin overviewdan ne yazacak hali? Kim yadında? Eng kuchli o'sish va tushish bo'g'onlarni taqqoslash. Yeah, exactly. İki tane eng katta o'sish va tushish bo'g'onlar. Demak, nima başladik? Overall is clear that. Overall it is clear that website eng katta o'sish qaysida bo'ldi? Car. Overall is clear that demak bizlarda car eng katta o'sish to'g'ri, carda bo'libdi. Overall is clear that cars were the most popular.
Transport. Okay. Overall, it's clear that cars were the most popular transport. Keyin nima deb yozish kerak ekan? Yeah, why? While bizlarda eng katta o'sish bo'lgani least popular qaysi bizlarda? U bizlarda bus edi. While bus was the least popular. Demek bize eng kattasini yozdik va eng kichisini yozdik. Ya'ni overall it's clear that cars were the most popular transport. Demek eng kattasi bu car edi. Nima uchun eng mashhur dedik? Chunki ko'p odam ishlatsa, demak bu mashhur bo'ladi. While bus was the least popular va bus eng kam mashhur edi, ya'ni mashhur emas edi. Va line qaraydigan bo'lsak, undan ham xuddi shunday. Keyin additional information qo'shsak bo'ladi. O'zi shu yerdan to'xtatib qo'ysak bo'ladi. Normali bo'ldi, lekin additional information qo'shish kelsak bo'ladi. Masalan, yozish mumkin. Additionally nima deyishga kerak? Rail va others did not saw any changes. Ya'ni o'zgarish bo'lmadi bizlarda deydi. There was no change. There was no change. Ya'ni u yerda hech qanday o'zgarish yo'q edi. In rail and others. Yeah, that's it. Shu bilan bizlarda overall bor. Most popular, least popular va additional information. Additionally, there was no change in rail and others. Hozir body paragraflara e'tibor berib o'tiramiz, vaqt o'tib ketishi mumkin. Shuning uchun ishlatamiz. Hozir yangi nima tashlayman? Line graph xuddi shu uchun intro va overall yozib ko'rasizlar. Hozir xuddi o'rganganimiz deyapti. So again. Trace dedi. Chart ko'rsatadi. Consumption of 3 kinds of fast food. Shunday 3 xil fast foodni yeyilishi by teenagers. Teenagerlar o'rtasida. Teenagerlar kim bu biza? In Mauritius. Mauritius degan shahar ekan. Bu shaharmi, davlatmi bilmadim. 1985dan 2015-yilgacha. Demak, introda shuni paraphrase etasa, xudo hozir o'rganganimiz aytib, keyin chart. Overview'dan nima yozsak bo'ladi? Savol. Nima haqida gaplashsak bo'ladi bunda overview'da? Hamburger. Yeah. Nima deb yozsa bo'ladi? Overview'da hamburger va pizza katta o'sish ko'rdi, lekin yo'q, hamburger bilan fried chicken'da katta o'sish bo'ldi, lekin pizzada katta tushish bo'ldi. Shunday yozsa bo'ladi. Yeah, go ahead and try it. Savol nima tutdi o'zlarda? Agar bir o'qonda tushunmasak, ishlatish kerak, bo'laklara bo'lib tushunib o'qib chiqish kerak tarjimani. Birinchi, the chart illustrates. Chart ko'rsatadi. Consumption of 3 kinds of fast food. 3 xil 3 kinds of fast food. 3 xil fast foodni yeyilishini by teenagers. Teenagerlar tomonidan. Mauritius degan bir yerda 1985dan 2015-yilgacha. Consumption. Agar shunday bir so'zlara sinonim topa olmasangizlar, bemalol to'g'ri o'zini yozib ketishlaringiz mumkin. Bunday 100% o'zgartirish kerak degan gap yo'q. The chart compares 3 different fast food, hamburger, pizza, fried chicken, in terms of teenagers in blah blah between blah blah and blah blah. Okay. What about overview? What? Overall, overall, it's clear that teenagers and it's clear that hamburger and fried chicken sharply grows than pizza.
Okay, sharply grow emas, grew sharply bo'ladi. Ya'ni ko'rganingizda birinchi verb, keyin adverb bo'lishi kerak. Yeah, good. Qani yaxshi. Kerakmi bu ham. The line graph illustrate. Okay, birinchi xato illustrate emas. The line graph bizlardan nima bu? It bu. It bo'lgandan keyin illustrates bo'ladi. Ya'ni s qo'shilishi kerak. The line graph illustrates 1985 between 2015. Okay, biza ko'rganda ne chiqadi? Where is the saying? Bizlarda vaqt oh my god, o'chib ketibdi-ku. Vaqt aytganda ne chiqadi? Birinchi between deb, keyin bir vaqt and deb ikkinchi vaqt aytiladi. Lekin siz ishlatgansiz vaqt aytib keyin between bergansiz. Between birinchi bo'lishi kerak ekan. Keyin overall it's clear that hamburgers were the most changed fast food while pizza was the least changed. Okay, was the least changed emas, was the least popular desa bo'ladi. Chunki was the least change degan nima kam o'zgarish bo'ldi degan. Lekin qarasak o'zgarish katta bo'lganlarda birsi ko'p tushib ketgan, birsi o'sib ketgan. O'zgarish va prosta qanaqa bo'lganini aytish kerak. Ya'ni most popular, least popular. Nu qani yaxshi? Yeah. Trace. Qaysi biri? Okay. The line graph illustrates that consumption of fast food by malnutrition teenagers between 1985 and 2015. Okay, that's good. Overall, it's clear that hamburgers were the most popular consumed from 1985 to 2015, while pizza, other hand, declined dramatically. Yeah, good. It's good. Yeah, pass that. The line graph compares consumption of three types of junk food. Okay, in terms of in matrix between 1985 to 2025. Overall, it's clear that hamburgers and fried chicken exhibited upward trend, while the reverse was true for pizza. Okay, that's great. Consumption of three types of junk food hamburgers in this from 1985 to 2015. Overall, it's clear that hamburgers and fried chicken. Okay, bu yerda demak bir hali yozmagan saqqa ketgan. Hamma narsalarimizni ishlatdi. Okay. So agar unday discussion kerakmaydimi, endi ketaraman, o'zim uyda yozib qo'yaman deganlar bo'lsa, bemalol dars tugatish bilan agar qolaman, bir-ikki savollarim bor deganlar bo'lsa, bemalol berishlaringiz mumkin. U savollar videoda bo'lmaydi, YouTube videoda shaxsiy bo'lgani uchun